aka, assalomu alaykum. Komil. Kimsiz? Ha, yaxshi. Nima o'ylayapsiz aka? Nima bo'ldi? Qizaloq yaxshimi? Shu yaxshi emas-da, Komil. Kasallikni o'tkazib yuboribmiz. Doktorlar kech qolibsizlar deyapti. Komil. Pullarim yetarli. Mol dunyoyim bor. Lekin bitta qizimni saqlab qo'ygan. Ojizlik qilyapman. Xuddi qo'limdan hech nima kelmayotganga o'xshayapti. Aka, men sizga bir maslahat beraymi? Ehson qiling. Ehsonda ish katta. Ehson qilgan odamni mushkulini oson qilar ekan, Xudoyim dardiga shifo berar ekan. Masalan, keling shu ehsonni menga qiling. 2 yildan beri kichkinagina uchastkami bitira olmasdan yuribman-da, qarang. Shu ehsonni orqasidan uchastkani bitkizib olsam, oila a'zoyim bilan birga o'tirib, osh ustida o'tirib, shu qizaloqqa duo qilib berami-de, xo'jayin? Ey, nima? Ehson bermasam duo qilmaysanmi? Ey, bor ishingni qil.